50-60-yillar mashinalarga hech e'tibor berganmisiz? Ularning dumaloq faralari va ochiq bamperlari xuddi jilmayib turgan mehribon odam yuziga o'xshaydi. Endi esa hozirgi zamonaviy crossover yoki sedanlarga qarang. Ingichka tortilgan LED ko'zlar, bahaybat radiator panjarasi, go'yoki mashina hammaga qovoq qo'yib tashlanishga tayyor yirtqichga o'xshaydi. Nega avtomobillar birdaniga bunchalik jahldor bo'lib qoldi? Siz laykni ayamang, men esa hozir buning sababini tushuntirib beraman. Psixologiyada pareidolia deb ataladigan tushuncha bor. Inson miyasi jonsiz buyumlarda ham yuz qiyofasini ko'rishga moyil. Shu sababli 1950-yillardagi dumaloq farali avtomobillar ko'pchilikka do'stona ko'rinsa, zamonaviy keskin chiziqli va ingichka farali modellar agressivroq taassurot qoldiradi. Dizaynerlar esa bu psixologik ta'sirdan juda yaxshi foydalanishadi. Gap shundaki, katta tadqiqotlar natijasi avtokonsernlarga bitta haqiqatni ko'rsatdi. Zamonaviy xaridorlar yoqimtoy yoki kulgili mashinaga pul sarflashni xohlash